Suv seping. Ko'r. Uyingizni fasadini nimadan qilishni bilmayapsizmi? Vodiyda yagona klinkerimiz ko'rishingiz mumkin. Bu Andijon viloyati Asaka tumanida qilinyapti. Ko'pchilik so'rayapti, bizga telefondan, kommentariyalar yozyapti. Bu giptik kaminmi? Yo'q, akalar, bu giptik kamin emas. Bu klinker bo'ladi. Sizlarga bugungi videomizda klinker bilan giptik kaminning farqini ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana do'stlar, bu giptik kamin bo'ladi. Birovning mehnatini yomonlash niyatimiz yo'q. Holatini ko'ringlar, giptik kamin bilan giptik klinkerimizning farqini. Ushbu xonadonda bir tarafiga tonna klinker qo'yib berishgan, bir tarafiga giptik kamin. Klinker bizning mahsulotimiz bo'ladi. Kamin giptik kamin bilan farqini tushunib olishingizni ko'rsatyapmiz. Akalar, mana ko'rishingiz mumkin, klinkerimizda o'zini ishlarni bo'rtib chiqishi bilan, mo'yshik, issiqqa sovuqqa chidamliligi bilan giptik klinkerlar farq qiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, buni yana bir ishlarini orqalarida mana malyarniy steklo bo'ladi, biriga 60 bo'ladi, 0.6 kvadrat bo'ladi bu narsamiz. Bu narsa malyarniy steklo nima degan narsani ko'pchilik tushunmagan holatda bo'lsa, bu narsamiz trishinalarni, sho'rlarni chiqarmaslikka sababchi bo'ladi bu narsa. Ko'pchilik so'rashadi yana bir, bu mo'yshikmi, yuksa bo'ladimi, qanaqa holatda? Ustaga olib keling, suv seping. Ko'rib turganlaringiz hech narsa bo'lgani yo'q. Qo'limiz bilan ishqab ko'rsatamiz. Mana ranglari chiqib yoki qumlari chiqqani yo'q. Bu mana issiqqa, sovuqqa, suvga chidamli mo'yshik narsa bo'ladi. Endi bu yerda ko'pchilik savol bo'ladi. Bu qanaqa devorlarga bo'ladi? Qanaqa joylarga yopishtirsak bo'ladi? Ustaga nima deysiz? Qanaqa devorlarga yopishtirsak bo'ladi? Assalomu alaykum. Biz bu narsamiz tek mumshuqlarni ustiga bir qator kafellar tutiladi. Shu bilan tortilib ketilaveradi. Qancha qing'ir joylarda ham eplaversa bo'ladi. Kafellar to'g'rilab. Tushunarli. Xizmatinglar qayergacha bo'ladi? O'zbekistonning qaysi viloyatiga bo'lsa 200 kvadratdan oshiq bo'lsa borib bergan. Borib kelaveradi. Kvadratni taxminan qanchadan qilasiz? Devorni holatiga qarab bo'ladimi yoki o'zingizlar qilsanglar qanchadir mehnatni qilsanglar qanaqa narx bo'ladi, shu haqida bitta tushuntirib o'tsangiz. Endi devor tekis bo'ladigan bo'lsa 50 mingdan 60 minggacha qilamiz. Agar devor mol tekis bo'lsa, chornovoy ishlar bo'lsa, unga alohida pul qo'shimcha pul qo'shib beriladi. Rahmat. Ko'rib turibsizlar, klinker mahsulotimizni butun O'zbekiston bo'ylab mustahkamlanib xizmat qiladi. Klinkerimiz o'zini 1 kvadrat narxi 80 ming so'm, to'rtillari ham ichida bo'ladi, 80 ming so'mdan qilib beraveramiz. Pastda nomer qoldiramiz, biz bilan aloqaga chiqing, inshaalloh uyingizni chiroyli xushxo'rlatga keltirib beramiz. Bizning manzil Andijon viloyati, Andijon tumani.